2025-yilning 18-dekabr sanasida Navoiy viloyati teleradio kanali orqali ochiq muloqot ko'rsatuvi efirga uzatilgan edi. Efir orqali fuqarolar yo'llagan murojaatlariga aynan shu yerning o'zida javob berib, yoki murojaatlarni albatta o'rganamiz deya va'da berishgan Qiziltepa tuman hokimi hamda tegishli mutasaddilarning so'zlari bugun qanchalik amalga oshdi? Yer so'radilar, mahalla tomon yo'q dedi. Keyin o'sha qarorga nima chiqdilar? Ochiq muloqotga chiqdilar. Asfalni aytdim, asfalni shu uchun qilinamiz deyapti, ular qilgani yo'q, shu qoldi. Bizda ayoli erkak muolajaxonasi bitta. Stol bilan yaroqsiz bo'lsa almashtirib beriladi. Bittasini qilamiz deb ketadi, undan qilinmadi, shu tosh qolib ketdi. Ishchi guruhlar birga kelib o'rganganimizda transformator mavjud emasligini ko'rib ketgan edik. Murojaatlarning qanchasi ijobiy yechim topdi yoki aksincha shunchaki o'z holiga tashlab qo'yildimi? Savollarimizga javob topish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan Qiziltepa tumaniga yo'l oldik. Dastlabki manzilimiz Furqat mahalla fuqarolar yig'ini Mustaqillik ko'chasi 11-uy bo'ldi. Ko'chamizda aholi xonadonlariga elektr energiyasi tomma-tom o'tgan. Simyog'och qo'yib berishni so'rab murojaat qilganimizdan buyon 4 ta hokim almashdi. Amaliy natija yo'q deya savol yo'llagan 73 yoshli otaxonimiz Zokir Aqulov bilan suhbatda bo'ldik. Mustaqillik ko'chasining 1-yilda yashayman. Men dekabr oyiga murojaat qilgandim televideniya orqali. Ochiq muloqot ko'rsatilgan. Yuqori tomondan hamma tomdan o'tganda, ochiq sim. Bunaqa kabel emas. Ular ko'rsatmasin bir bala chiqadimi, nima chiqadimi bilmaydi. Ko'za kunda sinmaydi deydi bir kun. Falokat o'ziga mumkin-da. 88-yildan beri ishga. Elektrisitet boshlig'i bilan injinieri bir hafta kun chamasi o'tib kelib ishni o'rgandilar. Shundan keyin bir kuncha bo'ladi dedilar, aradan bir oy o'tib keyin salban olib ketib o'rnatdilar. Va boshariga kabel keltirib to'shab ketganlar, endi o'tkazamiz deganda shu bir hafta kuncha nasib etsa o'tkazildi. Dekabrdan hozirgacha 5 oy orada vaqt o'tdi. Hozir mana kabel ham kelgan. Nasib etsa endi ustalarni kutyapmiz. Mana o'ganga biz shu murojaatimizni qoniqqanmiz. Nasib etsa kelib qilib beradi. Va'da qilib ketgan. Ko'lalon mahalla fuqarolar yig'inidan Gulshan Jalolova: murojaatim nogiron farzandlari bor ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga bir martalik yordam berildi. Ming rahmat. Men ham 6 yoshli nogiron farzandim uchun mahalladagi ijtimoiy xodimga murojaat qilgandim. Sizga berilmaydi deyishdi. Bu qanchalik to'g'ri deb savol jo'natyaptilar. Ko'lalon mahallasidan, ya'ni Gulshan opa Jalolova. Gulshan opaga ertaga borib mas'ullar uchrashadi. Agar o'sha ma'lum o'sha normativ hujjatlariga to'g'ri kelsa, albatta qonuniy tartibda beradi. Kelmagan taqdirda ham shu murojaat qilganlar uchun ertaga boshqa tadbirkorlarimiz tomonidan juda ham ko'p bizada yordam beraman degan tadbirkorlarimiz, tashabbuskor tadbirkorlarimiz bor, birgalikda yordam beramiz albatta. Gulshan Jalolova bilan o'zi istiqomat qiluvchi Ko'lalon mahalla fuqarolar binosida suhbatlashdik. Fuqaro ochiq muloqot ko'rsatuviga mahallamdagi ijtimoiy xodimga bir martalik yordam pulini olishda amaliy yordam so'ragan edim. Sizga berilmaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Mazmunida savol yo'llagan edilar. Qizim Komiljonova Sojda Begim, to'g'ri u bolaligidan beri zeper tashxis qo'yilgan, gapirmaydi, tushunadi, eshitadi, lekin gapirmaydi. Men shu bir martalik moddiy yordamga chiqqanman. Shunday deyilgandan keyin qo'rga sizlarga chiqdim. Keyin yo'q, ana mahalla tomonidan, rais tomonidan, Lazafa tomonidan aytib berildi. Ochiq muloqotni o'zidan mutasaddilar tomonidan siz savolingizga javob berilganmidi? Ha, uyingizga borib, uyingizda sharoitini ko'rib, qo'limizdan kelgancha yordam beriladi deyildi. Raisimiz borib yordam berib keladilar. Payshanba kuni bo'lgan bo'lsa agar, yakshanba kuni borib bir martalik 500 ming berib keladilar. Qizimni ko'plichina qilaman, mablag'im yetmaydi, sharoitim yetmaydi. Bitta o'zim ishchi xodimman. Ikkita guruh nogironlik, men o'zim ham guruh bo'laman, ko'zim protez. O'sha uchun shu qizimni lichina qilish uchun, davolanish uchun ko'p yuguraman. O'sha uchun ko'p chiqqanman. Guvohi bo'lganingizdek, efir vaqtida ham murojaat ijobiy yechim topishini aytgan tuman hokimining so'zlari oradan hech qancha vaqt o'tmay amalga oshirilgani quvonarli. Ayni shu murojaat bo'yicha mahallaning ijtimoiy xodimiga ham yuzlandik. Jalol va Gulshan murojaat qilgan edilar. Bu kishi reyestrda turmasdilar.
keyin bu kishidan arza olib, o'zlari ham ikkinchi guruhga nogironlikka chiqdilar, ham qizlari ham nogironlik oladilar. Shu uchun qaytib bu kishidan hujjat talab qilganim yo'q, shunday pasport orqali onlayn skoringga tashadik, yordam berish imkoniyati bor. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu kishiga tashkilotdan biriktirilgan ABMK, Malik aka ismlari, o'sha kishi kelib, hol-ahvol so'rab, birgalashib borib, nasib bo'lsa bu kishiga o'zi orderga, tibbiyotga topshirganlar, javobi chiqsa, keyin bolalarni davolatishga ham yordamlashamiz. Xusharti mahalla fuqarolar yig'inidan Pirim Shodatov 30 yildan beri 2-guruh nogironiman. Mahallamiz yonida joylashgan tibbiyot muassasasida muolaja xonasi bitta, erkak va ayollarga bitta xona mavjud. Shuni alohida qilib berishda amaliy yordam bersangiz. Bu Xusharti mahallasiga men borganman. Bu Pirim boboni haqiqatan takliflarini eshitganman, shaxsan gaplashganmiz. Mahalla raisi bilan birga hozir mana qurilish bo'yicha o'rinbosar joy tanlayapti. O'sha mahalla binosi tibbiyot ichiga joylashganligi sababli o'sha yerda xonamiz kamaygan. Hozir mahalla binosiga alohida joy tanlab qurilishlarni olib boramiz. O'sha mahalla hozirgi mavjud mahalla binosini to'liq o'sha oilaviy poliklinika qilib moslashtirib beramiz. Navbatdagi manzilimiz Xusharti mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Dastlab fuqaro Pirim Shodatov yo'llagan murojaati bo'yicha mahallaning yonginasida joylashgan tibbiyot binosida bo'ldik. Tibbiyot muassasasida erkak va ayollarning muolaja xonasi haqiqatdan ham bittami? Bu qanchalik to'g'ri? Fuqaroning bu masaladagi haqli e'tirozidan so'nggi holat bilan qiziqdik. Ular bitta uyda murojaatdan keyinisiga ikkita erkaklarnikini qilib qo'ydilar, o'sha karavot bu yoqqa kelib keldilar, lekin hozir ham borib kirsaydi-vera. Nimalar bor? Kartalar bor, kartaxona edi u. O'rganishlarimiz davomida erkak va ayollarning muolaja xonasi alohida ekanligiga guvoh bo'ldik. Ochiq muloqotga bizda FAPda ayoli erkak muolaja xonasi bitta. Shuni erkaklarnikini nimalarni atdelni boshqa qilib beringlar degan fikrga chiqqan edim. Yo'q, bu nima qabul qilgandilar. Shu nimaga oldilar, keldik, ko'rishdik, tanishdik, nima qilib dokument qilib ketdilar, tamom. Ichimlik suv bo'yicha murojaatim bor. Suv hisoblagichimda 1 yil uchun 3 tonna ko'rsatibdi. Nazoratchining aytishicha, bu kam ekan. To'lovlarni ortiq bilan to'lab qo'yganman. Agar ko'proq ishlatmasam va ortiqcha to'lamasam, suvimni uzib ketarmish. Bu nima degani? Menga desa hokimga aytmaysanmi? Baribir uzib ketaman deyishyapti. Nima qilay? Ko'proq suv sarflab, ko'proq to'lashim uchun ichimlik suv bilan tomorqamni sug'oraymi? Mazkur murojaatni yo'llagan Sadriddin Bahronovni izlab Xomrobod mahalla fuqarolar yig'iniga yo'l oldik. Mahalla raisini ish joyidan topolmay telefon orqali muloqotda bo'ldik. Rais Normurod Karimov suhbat chog'ida fuqaro ochiq muloqot ko'rsatuviga hech qanday savol yo'llamagan deya ta'kidlab o'tdi. Fuqaro manzilini esa mahalladagi ijtimoiy xodimdan bilib olib, xonadon tomon yo'l oldik. Afsuski fuqaroning o'zlari bilan uyda bo'lmaganligi sababli yuzma-yuz suhbatlasha olmadik, ammo telefon orqali suhbatda bo'ldik. Bu nimani yechib berdi uni suv idorasi? Demak, o'sha ochiq muloqot ko'rsatuvidan keyin kelib o'rganishdimi? Uni o'rganib, hokimiyatdan keldi, nimasidan keldi. Ijobiy hal bo'ldi. Rahmat. Guvohi bo'lganingizdek, murojaat ertasi kuni kelib o'rganilgan hamda o'z yechimini topgan. Malikobod mahalla fuqarolar yig'inida bo'lganimizda ham soat millari 14 dan 20 daqiqa o'tganligini ko'rsatayotgan bo'lsa-da, negadir biz binoda deyarli hech kimni topa olmadik. Ammo fuqaro O'ktam Mirzayevning Rossiya davlatiga ishlashga ketganligini aniqladik. Xo'sh, murojaatchining o'z yurtini tashlab, o'zga yurtlarga ketganligiga sabab nima ekanligini aniqlash maqsadida ijtimoiy xodimdan manzilni aniqlab, fuqaro xonadonida bo'ldik. Murojaatni ochiqlash maqsadida fuqaroning turmush o'rtog'i bilan suhbatlashdik. O'sha paytda bo'shedilar, o'sha ish yo'q edi, yer so'radilar, mahalla tomon yo'q dedi. Keyin o'sha qarorga nima chiqdilar? Ochiq muloqotga chiqdilar. Keyin ular
aytdilar shunday bo'ladi beradi nima uchun bermaydi dedilar keyin o'chirdi u telefonni keyin mahalladan odam keldi mahalla tomonga boring mahalla hal qilib bermasa hokimiyatga chiqing hokimiyat hal qilmasa oblast nimasiga chiqing dedi kechqurun bo'lsa ertalabga keldi ertalabga mahalla hokimiyat keldi sizlarga nima kerak dedi biz aytdik bizga yer kerak mana hozir hech ish yo'q ana bu yerdagi yerni olib ber ana shu yer nimaga tushgan dedik keyin senga yer nima kerak hozir yerni bersak qayerda o'rtacha o'ltamon qaysi tomondan beriladi dedi yo'q u yerdan yer kerak yo'q menga ana shu yerdan kerak dedilar keyin bo'lib ko'rib chiqamiz deb ketdi hech kim hech narsa qilgani yo'q biza yordam mahalladan bordik kredit olamiz dedik kredit nima qilasizlar sizlar nima kerak sizga kredit deb aytdilar siz ishsiz bo'lsangiz biron joyga temir daftarga yozdirib qo'yamiz biron joyga ishga joylashtiramiz dedilar lekin hech kim hech narsa qilgani yo'q shu mahallaga borganimizga aytdi nima tushirib qo'yamiz ish bo'lsa chaqiramiz dedi ishsizman qo'limda hunarim bor imtiyozli kredit olib chorvachilik ham qilmoqchiman yer ham kerak shu masalada amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman fuqaroning murojaati aynan shunday edi oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da imtiyozli kredit ajratilmagan hamda O'ktam Mirzayev boshqa davlatga ishlashga ketishga majbur bo'lgan. Shu 7 aprelga ketdilar. Shu sher bera ish bor kamda, bular kam. O'rganishlarimiz davomida shunga amin bo'ldikki, mutasaddilar har bir savol yo'llagan murojaatchiga befarq bo'lmasdan har bir xonadonda bo'lib fuqarolar murojaatlari bilan qiziqishgan. Ammo bu murojaatlarning barchasi ijobiy yechim topdi degani emas. Navbatdagi manzilimiz Uzilishkent mahallasida istiqomat qiluvchi O'tkir Mamonovning xonadoni bo'ldi. Xonadonda bo'lganimizda negadir biz ko'chada ham xonadon ichkarisida ham transformatorni ko'rmadik. Fuqaroning o'zini ham yashash manzilidan topa olmadik. Shu bois fuqaro bilan telefon orqali bog'landik. Zavokim kelonlar, misali kelib men o'zim ishga yo'g'edim, shu borib shu qilinadi keyingi hozir bo'lmasa keyingi vaqtgacha qilinadi deb ketdilar. Telefonga aytdilar, ishga yo'g'edim. Fuqaro Mamanov O'tkir Uzilishkent mahallasi Saripul ko'chasida yashaydi. Haqiqatan ham bu fuqaromiz dekabr oyida ochiq muloqotda murojaat qilganlar, xonadonim chegarasida transformatorni olishga amaliy yordam berishga deb. Mana hozirgina kelib ko'rdik. Undan oldin ham o'sha murojaat qilingandan keyin tegishli mas'ullar bilan tuman hokimi o'rinbosari Aliyev ishchi guruhlar birga kelib o'rganganimizda transformator mavjud emasligini ko'rib ketgan edik. Uzilishkent mahalla fuqarolar yig'inidan tadbirkorlik qilayotgandim, auksiondan yer berilgandi. 4 sotiq noturar joy xizmat ko'rsatishga do'kon sifatida foydalanmoqchi edim. Undan foydalana olmasam, muddati o'tsa yerni olib qo'yishadi. Faoliyatni boshlashim uchun mablag'im kamlik qilyapti. Kredit ajratilishlari bo'yicha mahallaga murojaat qilgandim, limit tugagan deyishdi. O'zim talabaman. Turmush o'rtog'im hech qayerda ishlamaydi. Tumanimiz hokimidan iltimos, faoliyatimni yo'lga qo'yishda amaliy yordam berishlarini so'rayman. Hech qanaqa muammo yo'q. Ertaga singlimiz bilan bog'lanamiz. Limit ham bor. Mana tuman hokimi birinchi o'rinbosari ertaga borib, tegishli o'sha mahallaga biriktirilgan mikrokredit bankda rahbari biriktirilgan, birga borib masalalarni yechib beradi. Mazkur murojaatni yo'llagan fuqaro Orzugul Xolmurodova bilan yuzma-yuz suhbatda bo'ldik. Ko'rib chiqiladi, bu ishingiz shu bir kun ichida hokimimiz hal qilib beriladi, odam yuboriladi deb va'da bergandilar. Ular telefon qilishdi menga, keyin bir kundan keyin kelishdi, ko'rib chiqishdi vaziyatni, lekin ular tushuntirishdi, menga yo'z bering, hozir mana sharoit shunaqa, banklar shuni yopilgan, ishlar to'xtatilgan hozir, mana yanvardan boshlab sizga shunaqa kreditlar ajratib beramiz deyishdi. Shuning uchun 2026-yil yanvar oyigacha to'xtatildi-da, keyin yana o'sha mahallaga murojaat qildim men. Ular 10 million so'm 17,5% dan ajratib berishdi. Lekin bu 10 million so'm hozirgi kunda menga yetishmayapti, ya'ni bir ish olib borishga yetishmaydi bu. Auksion bilan men shu yerda biz yutib olgandik. Menga hozirda yanada ozgina shu yordam, ozgina kerak bo'lyapti. Hozirda mana xizmat ko'rsatish magazin ochdik.
o'sha mutasaddilarimiz ko'rib chiqishdi. Shu yoqqa ham minnatdorchilik bildiraman. Mana bu yoqqa endi apteka ochmoqchiman. Shu yuzasidan ham agar imkoni bo'lsa, hokimimizdan yana murojaat qilib iltimos qilmoqchiman. Shu yoqqa ham kattakon rahmat aytaman. Agar iloji bo'lsa, imkoniyatlar yana bo'lsa, biz yoshlarga yana mablag' ajratib berishlarini so'rayman. Ya'ni bu yerni kengroq qilib tashkil qilmoqchiman. Ma'lum bo'lishicha, fuqaroga imtiyozli kredit ajratilgan. Orzugul Xolmurodovaning o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, oilaviy budjetga daromad olib kirayotgani quvonarli albatta. O'rtaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inidan Abdurasul Kenjayev Yangilash ko'chasida 600 metr asfalt qilinmay qolib ketgan qismi bor. Ushbu yo'lni asfalt qilib berishda amaliy yordam bersangiz, keyin simyog'ochlarimiz ham eskirib qolgan, almashtirib berishda hokimimizdan iltimos qilardim, yordam bersalar. Abdurasul akani yaxshi taniyman. Bu kishi bilan uchrashganman. O'sha aytgan ko'chalarini mahalla bilan birgalikda yana ko'rib chiqib, agar kamroq joy bo'ladigan bo'lsa, tuman mahalliy byudjet hisobidan qilib beramiz. Aslida 2024-yil, 25-yil O'rtaqo'rg'on mahallasida ham ancha kilometr joyda asfaltlashtirib berdik. So'nggi manzilimiz O'rtaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Shu mahalladagi Yangilash ko'chasida istiqomat qiluvchi Abdurasul Kenjayev bilan suhbatlashdik. 18 dekabrda chiqdim muloqotga. Mana ustoz bilan almashtirishga o'shanda kelib ketadi, o'shandan beri almashtirilgan yo'q. Yo'l asfalt aytdim, asfalt shu uchun qilamiz deydi, ular ham qilgan yo'q, shu tush qoldi. Borib ko'ramiz, ustoz bilan yaroqsiz bo'lsa almashtirib beriladi. O'sha kuni muloqot bo'lgandan keyin bugunasiga keldilar, ertasi kun kelib ko'rdik, qilamiz deb ertasi kun qilamiz deb ketadi, undan bir qilinmadi, shu tush qolib ketdi. Hamma joy loy bo'ladi va ko'chamiz hamma ko'chalar bo'lgan, bir shu ko'cha qo'ygan, keyin ko'chamizga ustalba almashtiriladi-da, ustalbalarni 3 martami 2 marta keltirib qo'ydiriladi, qaytib olib ketdilar ustalbani qo'ymas. Eskirib qo'ygan, tagi uvodalanib ketdi, mana quyosh panel qo'ydim, o'shanga uzilib ketsa-da, hamma joy kuyib nima bo'lib ketadi, o'shanga muloqot hech xavfli bo'lib qo'ygan. Ishlatib bo'lmaydi, yaroqsiz bo'lib qo'ygan. Xalq qilamiz deb ketishdi. Ustalbalarni almashtiramiz, bitta shuni almashtirib beramiz dedi. 15 ta ustalba olib kelinadi, 15 ta ustalba ham quramiz deb tiklanlarda rasmga tushirib olib ketdilar. Guvohi bo'lganingizdek, oradan 5 oy o'tgan bo'lishiga qaramasdan murojaat o'z yechimini topmagan. Ammo bu masalani hal qilish uchun mutasaddilarga yana qancha vaqt kerak? Qiziq. Abdurasul Kenjayev ta'kidlaganidek, ustunlar faqat rasmiyatchilik uchun olib kelinib, suratga olgandan so'ng esa qaytarib olib ketilgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, ushbu fuqaro bilan tuman hokimligining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari shaxsan yuzlanib voqeaga oydinlik kiritgan va shu kunning o'zida tegishli mutasaddilarga topshiriq berilib, ish jarayonlari boshlab yuborilgan. O'rtaqo'rg'on mahallasidagi ustalbani o'rnatdik. Mana sal qismni tarang qilish ishlari davom etmoqda mana. Bo'lasa bu qism taranglashadi. Mana keyingi ustalbaga olamiz. Ham yo'ldan chetga chiqadi, ham tanqid bu kamchilikni ko'rsatish emas, uni tuzatishga undovchi kuchdir. Zero tahlildan so'ng amalga oshirilgan har bir ijobiy o'zgarish jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bir kunlik o'rganishlarimiz davomida ochiq muloqot dasturiga yo'llagan murojaatlar o'rganilganiga va ba'zilari ijobiy hal etilganiga guvoh bo'ldik. Aytish joiz, rahbarlarning har bir murojaatga bo'lgan mas'uliyatli munosabati odamlarning hayotidan rozi bo'lib yashashi barobarida ularning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bugun rahbarlik mas'uliyatini zimmasiga olgan har bir mutasaddi buni unutmasligi lozim. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak. Bu tamoyil har bir rahbar faoliyatida asos bo'lsagina aholi turmush farovonligi ortadi. Biz esa keyingi dasturlarimizda ham murojaatlar natijasini o'rganishda davom etamiz.